Avtozubu kanalida rekord narxga, просто spark puliga BMW 39 rekord narxda. Bu mashinamiz 1997-yilgi ob'yom 208 da sketch qilingan ekan. Bunaqa BMWlar Olexda kamida 9900 ming, biz sizlar uchun spark puliga. Mashinamizning suyaklari but-butun ekan. Bizani prям Mercedeschilarga tashab qo'yasizlar. Mashinalar vaqtida 25 ming, 30 ming dollar turgan. Bu mashinamiz salonlari ham ideal holatda ekan. Avtomat korobka, 246 ming probeg. BMW ga nima kerak bo'lsa hammasi ichida. Mashinamizning lyuklari ham mavjud. BMWning mordasiga merchilar ham qiziqishadi. Mashinamizning tonirovkaga hali ruxsatlari bor ekan. Bu diskani tushunadi. Oke, shu BMW E39 ga 97-yilga qanchaga berasiz, oke? 8,5. Oke, bor baraka, oke. 6350 bo'ladimi? Obunachilar uchun ozgina qo'shing, oke. Oke, mana $100 qo'shdim, 6450 ga barakam, oke. Obunachilar uchun baraka, oke.